Siz bilan biz ojiz bandalar uchun savob kasb qilish yo'llaridan eng osoni zikrdir. Eng barakalisi zikrdir. Qarab qo'ying. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam nima deydilar? At-tahuru nisful imani. Subhanallohi tamla'ul mizana. Walhamdulillahi wallahu akbaru tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Poklik iymonning yarimidir. Subhanallohi deb aytsa tarozini to'ldiradi. Bir marta subhanallohi deb chin dildan banda Allohni zikr qilsa, ana shu zikrining savobi tarozini to'ldiradi, qiyomat tarozisi. Agar banda bir marta alhamdulillahi vallohu akbar deb qo'ysa, yer va osmonlarning orasi savobga to'lar ekan uning uchun. Qarang. Boshqa hech narsaning keragi yo'q. O'tiribmiz oddiy holatda bir soniya ham ketmaydi subhanallohi deyishga. Tarozini savobga to'ldirib olamiz. Valhamdulillahi vallohu akbar deyishga hech qanday vaqt, harakat, juhd, mashaqqat yo'q. Savob to'la. To'lganda ham osmonlar va yerning orasi to'la. Mana shunday buyuk baxt bor, ulkan saodat bor. Cheki yo'q savob bor. Lekin biz vaqtimizni g'iybat bilan o'tkazamiz. Bo'xton bilan o'tkazamiz. Behuda so'zlar bilan o'tkazamiz. Har xil bo'lmag'ur gaplar bilan o'tkazamiz.